u olomoncha madaniyatni singari umuman u g'arb boshqa joylarda shunaqangi ular madaniyat deb o'ylaydi shuni. Ayol kishi bitta erkakka tegishli bo'lishi bu zamondan orqada qolish deb biladi ular. Ayol общественный bo'lish kerak deydi. Bu degani xohlagan agar o'tida o't yeb yuraverish kerak u deydi. Bu bizda sigirlarga tegishli narsa bu. Sigirlar xuddi shunaqa. Qo'ylar shunaqa, itlar shunaqa. To'g'rimi? Makiyonlar shunaqa. Bizda odam, musulmon unaqa emas. Bizda hatto alhamdulillahi robbil alamin, hatto bizga tegishli bo'lgan ayolga bitta yomon nazar bo'lsa, birortasi jichcha qarashini, ko'zi tushishi boshqa masala, lekin qarashini 5 sekund qilib qo'ysin, uji ichkaridan bitta sher chiqadi. Qapasda yotgan. Agar ko'proq qarab qo'ysa, hozir turib turinglardi, shunday borib knopkasini bosib qo'yiladi. Aka, nima xizmat deyiladi? Nimaga qarayapsiz? Deyiladi. Chunki iymonimiz bor, alhamdulillah.